Men kuniga taxminan 2 soat vaqtimni rulda o'tkazaman. Yiliga esa bu 730 soat bo'ladi ekan. Ana shu menga o'xshagan o'rtacha haydovchi butun umri davomida taxminan 4 yil vaqtini rulda o'tkazadi ekan. 4 yil esa bu kam vaqt emas. Demak, mashina tanlash kelganda haqiqatan ham komfort beradigan mashinani tanlash kerak. Kakras shuni munosabati bilan bugun biz Olam Avtoning ochiq eshiklar kuniga yetib keldik. Ketib ko'rib chiqamiz. Olam Avto bu Toshkentdagi zamonaviy multi-brend avtosaloni bo'lib, u yerda ommabop avtomobil brendlari va yuqori sifatdagi servis taqdim etiladi. Istalgan odam kelib, istalgan mashinasini tezroq ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun biz ham shu yerdamiz. Tortish emas, tortish emas. Yaxshi плавный такой разгон bo'lar ekan, komfortный разгон. Прямо anaqa дерзкий emas, но комфортный разгон. Shunaqa. Yoqimli. Yaxshi. Mashinamiz juda ham uzun, lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan men baland o'tiribman. Shuni hisobiga hamma tarafni ochiq oydin ko'rib turibman. Men shu tomoni menga yoqdi. Ikkinchi sezgan narsa mana birdan rulga o'tirib, tormozni yaxshi ishlar ekan. Mana oxirigacha bossak-chi. Komfortli razgon, komfortli. Menimcha bunda sport rejimi ham bo'lsa kerak. Ushbu avtosalonda asosan 4 xil brend mashinalari sotiladi. Bu Chevrolet, MG, Jetour va Southwest. Bunday xilma-xillik tufayli xaridorlar har qanday vazifa uchun avtomobil tanlasa bo'ladi. Kuchli внедорожникdan tortib zamonaviy gibridlargacha. Olam Avtoda doimiy ravishda 20 xil modellik 200 dan ortiq mashinalar наличие turadi. Istalgan yoqqan mashinani haydab chiqib ketsangiz bo'ladi. Eng qizig'i shundaki, masalan, Southwest S09 benzinli versiyasini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi 25% ni to'lasangiz, 1 yilga foizsiz bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda 50% ni to'lasangiz, boshlang'ich 2 yilga bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz 0% dan. Uning ustiga hozirgi paytda Olam avtosalonida Southwest avtomobillari xaridorlari uchun kafolatlangan sovg'alari ham mavjud. Barchasi sizni va sizning mashinangizni qulayligi uchun. Bunaqa taklifdan foydalanib qolishga ulgurib qoling.